Ba'zan bir xalq taqdirini anglash uchun uning tarixiga nazar tashlash kifoya. Ana shunday asarlardan biri O'zbekiston xalq yozuvchisi Xayriddin Sultonning Yaldo kechasi romanidir. 2025-yilda nashr etilgan ushbu roman 20-asr boshlarida Turkiston zaminida kechgan murakkab tarixiy voqealarni badiiy talqin etadi. Asarda jadidlar harakati, milliy uyg'onish, ma'rifat yo'lida kurashgan fidoyi ziyolilar hayoti, ozodlik uchun olib borilgan kurash va qatag'on yillarining ayanchli oqibatlari chuqur yoritilgan. Asar nomidagi Yaldo so'zi fors tilida eng uzun va eng qorong'u kecha degan ma'noni anglatadi. Bu ramz xalqimiz boshidan kechirgan og'ir sinovlarni ifodalasa, tong esa ozodlik, umid va ma'rifat timsolidir. Yaldo kechasi bu shunchaki tarixiy roman emas, bu millat xotirasi, ma'rifat, vatanparvarlik va insoniylik haqida bitilgan yuksak badiiy asardir.